Dilmurodjon do'stim, bir kecha siz bilan bir achchiq choy damlab turib, bir ichib, maslahat qilgan ish bor dedi. Shoshib kelsam, bu ishimiz uy sotish ekan. Ha mayli dedim-da, ishimni boshlab boraverdim. Nat 16 sotilik 10 xonalik uyim sotilyapti ekan. 10 sotilik hujjatda, 6 sotilik nohujjat. Akalar, uyda bitta ko'ramiz, kirganda o'zini alohida darvozaxonasi bor. Qum suvoq qilingan, tay qilingan, tevasi tunukan emas, tevasi arkamon qilingan ekan. Uyda holati yaxshi qarang, bagati chiroyli, to'liq pishig'ishda bo'lgan, ichki qismi poni bitgan, faqat tashqi qismi qolgan xolos. Kirganda kattagina mehmonxona. Adashmasam bir 4 ga 11 boru, adashmasam. Yana vallohu alam. Televizor deysizmi, sambufer deysizmi, hammasi qolyapti mana. Uyda holati yaxshi. Chiqqanda o'zini alohida sanuzeli bor mana. Otaxonlar, onaxonlar uchun yaxshi tahoratxona, dushovoy, rakvinarimigacha bor. Endi bunisi otaxonlar, hoji onalar uchun kattagina yotoqxonamiz mavjudda. Qarang, juda chiroyli, juda shinam. O'zini alohida Xitoydan keltirgan mebellarimiz bor ekan, qarang. Hali biri yotmagan. Har bitta uy ichida konditsioneri bor. Yangi uy, yangi joy. Endi pastga tushganda o'zini alohida bizetkamiz borda. Bitta o'g'ilgasiz bitta tapchon olib bersa, mana shunda mazza qilib choy ichilmaydi. Endi bu yoshlar uchun kattagina xonadon. Shunday ish kirganimizda bizni katta xo'l kutib oladi. Divorlar attachment qilingan. Pardalar o'ziga yarashib turibdi. Yumshoq mebel deysizmi, qandillar, televizorlar, hammasi joy-joyida. Mana shunda bor ko'rgan narsa hammasi qoladi. Chap tomonga kirganingizda o'zini alohida mehmonxonasi borda. Mehmon o'zbon kelganda gap o'ynaganda mana shunda mazza qilib, laqillab gap sotishga nima yetsin. Kanisan yoqib qo'yasiz, xona muzdek bo'ladi, qishda issiq bo'ladigan joy tanlab qo'yibdi. Jihozlar ham o'ziga yarashib turibdi. Endi bu tomonda sanuzel, qarang, har bitta sanuzel ichida kir mashinasi alohida. Endi bu yana bitta xona. Xohlang qiziga, xohlang o'ziga berib qo'ysiz, o'z uchun bitta yaxshigina xona qilib olishadi. Endi bunisi opaxonlar, onaxonlar uchun kattagina oshxona. Qarang, televizorlari bor, konditsionerlari bor, talidinlik, muzlatgich, xofan rakvinalargacha qo'yib qo'ygan. Tevalarda polniy vinillar. Qarang, juda ham yaxshi, juda ham zo'r. Yangi mahsulot hammasi, hattoki nari tomonga chiqishga ham yo'lagimiz bor ekan mana qarang. Akbaron. Endi ba'dan chiqqanimizda biz kattagina joy kutib. Endi balki kerak emas narsa qo'yib qo'yar. O'zi kerak emas, lekin qo'yib qo'yarasiz. Endi ikkinchi qavatga zinamiz bor. Qani zinalar ham juda ham chiroyli, yong'oqdan qilingan, yaxshi mahsulot ishlatilgan, zina qilingan, taxtadan qilingan. Ikkinchi qavat. Chiqqaningizda chap qo'lda o'zini alohida bitta yotoqxona bor. Yoki o'g'lingizga yoki qizingizga berib qo'ysangiz, yaxshigina xona bo'ladi, qoladi. Har bitta uyga alohida mehr berilgan. Endi bu yana bitta sanuzel, qarang. Hattoki shu aynalarga ham alohida zakas qilib, mana shu yerga yopishtirgan uyda egasi. Tinchimagan ustalar deydi-yu, xuddi shu holat. Ommaviy gap yo'q. Katta xo'l mana, televizor deysizmi, sambufer deysizmi, yumshoq mebellar deysizmi, hammasi qolyapti. Faqat o'zini olib chiqida holat qo'ygan, hamma mahsulot qoladi. Bu tomonda yana bitta xona. Endi bat hoynahoy dam olib, dars qiladigan joy bo'lsa kerak mana, qarang. Kartalarimigacha bor ekan mana. Dars qiladigan partalargacha bor mana. Holati yaxshi. Bu joy Farg'ona shahar Shakarqishloqda bo'lyapti. 10 sotik 10 xona uyimiz sotilyapti. Bu uyda oldin narxini $430,000 deb qo'ydik. Hozir tushgan payti $350,000 shitirga berib boramiz. Farg'ona shahar Shakarqishloqda bo'lyapti. Salomat bo'lasizlar.